Siz o'z YouTube kanalingiz haqida gapirib bersangiz. Salom hammaga. Sizlar bilan men Fastrix. Bu kanalga xush kelibsiz. Bugungi videomda o'zimni tanishtiraman va kanalni nima uchun ochganim haqida gapirib beraman. Agar siz ham o'yinlar yoki o'qish, shaxsiy rivojlanish haqida qiziqqan bo'lsangiz, bu kanal aynan siz uchun. Bu kanalga yaratishdan maqsadim o'zimni va o'z qiziqishlarimni boshqalarga ulashish. Men PUBG Mobile o'ynashni juda yaxshi ko'raman. Shuningdek, o'qish, yangi kun o'rganish va o'z ustimda ishlashni ham xohlayman. Bu yerda o'yinlar, ingliz tili, o'qish darsi, shaxsiy rivojlanish bo'yicha turli maslahatlar va o'rgatish videolarini topishingiz mumkin. Shuningdek, o'z tajribalarimni ham ko'rib sizga yordam berishni istayman. Birinchi videolarimda sizni o'zimni qanday rivojlantirganim haqida gapirib beraman va qanday qilib PUBG o'ynashda muvaffaqiyatga erishish va ko'p o'yinlarda muvaffaqiyatga erishish, YouTube kanal qanday rivojlantirish bo'yicha maslahatlar berib o'taman. Agar siz ham o'zingizni yaxshilashga xohlasangiz, bu yerda siz uchun foydali maslahatlar bo'ladi. Shuningdek, kanalga obuna bo'lib, yangi videolarni qo'lingizga olishni unutmang. Yangi videolarni yangidan ko'rish uchun bildirishnomalarni o'rnatishni ham tavsiya qilaman. Agar biror narsani o'rganishni istasangiz va savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishni unutmang. Yaxshi, videoni tomosha qilsangiz rahmat. Keling birga rivojlanib va o'z maqsadlarimizga erishaylik. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.